Siz ana Sprinkler orqali sizlarda korxonalaringiz yordami bilan qilingan maydonimizda hosilini yig'ishtirishni boshladik. Hosildorlikda hozir xomaki hisob kitoblarini chiqardik. 47 tonna atrofida hosildorlik beryapti. Sprinklerda effekti juda zo'r ekan kartoshka uchun. 2 gektar joy uchun xo'p, Sprinkler orqali bor yo'g'i 5 xalta karbamid degan, qolgani mineral ozuqalar yeyilgan. Shu bilan mana 47 tonna hosildorlikka chiqdik. Ama agrotexnikani va agronomlarning maslahati bilan. Sizlarga rahmat aka, ishlaringizga rivoj. Kimga Sprinkler orqali kartoshka yetishtirsa bo'ladimi?